Hammaga salom. Hozir sizlar bilan Baraka Marketda yangi kelgan Choco Brick degan mana 31 ming to'g'risida pechenkalarni olib ko'ramiz va uyda ochib yeb ko'ramiz. Yana bir marta hammaga salom. Boya magazinda videoga olgan yangicha ko'rgan narsam men uchun yangi, balkim sizlar uchun yangi bo'lmasligi mumkin, lekin neobычный upakovka qilib, chiroyli qilib qo'yib qo'yishgan ekan. Mana bu Choco Brick Milk tak firmasi Kraferstik ekan. O'xtay Kraferstik ekan. Boshqacharoq bo'lgani uchun neobычный deb oldim. Endi sizlar bilan ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Wow. Açıp koyamiz. Wow. Ochib oldim. Ko'rinishi mana bunaqa ekan. Ko'rganingizdek biz buni ikki xili bor edi, boshida ko'rsatganimdek. Biz imенно молочныйsidan oldik. Mana bunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak mana. Bismillahirrohmanirrohim. İçi. Mazasi normalniy. Lekin prям shokoladi zo'r deyapman, narxiga yarasha bo'ladi. Yesanglar bo'ladi. Yaxshi. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha.